Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz mərhum tarixchimiz Turg'un Almas əpəndim yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Buningdan 8000 yillar burunqi ko'chishda Tarim vodisidan Ladakh yo'li orqali Shimoliy Hindistonga ko'chgan ajdodlarimiz Hindistonning asli yerlik xalqi bo'lgan Darvidlarning qadimgi Hindiston madaniyatiga o'zlarining ta'sirini ko'rsatgan. 20 asrning 20 yillari arxeologiya olimlari Hindi daryosi vodisidagi Harappa, Panjab shtatida, Mohenjo-daro, Pokistonning Sindi o'lkasida qatorliq qadimgi shaharlarning xarobalarini tekshirganda tepilgan haykallar orasida O'rta Osiyolik Uyg'ur tipiga kiradigan va beshidagi chochlari qiyiqcha lenta bilan bog'langan bir haykal chiqqan. Bu haykal buningdan 8000 yillar burun Tarim vodisidan Shimoliy Hindistonga ko'chgan ajdodlarimizning Aryanlar Hindistonga ko'chib kelishdan bir necha ming yillar burunla Hindistonning asosiy yerlik xalqi Darvidlar bilan birga yashagan davriga mansub. İctimai Fənlər Akademiyası Arxeologiya Tədqiqat o'rni 1971-yili Ko'nchi daryosining bo'yidagi ibtidoiy qabristonlikdan bir yosh ayol bilan bir kichik bolaning jasadini topgan. Nanjing Universiteti Coğrafiya Fakulteti Karbon 14 tajribaxonasi qabristonlikdan tepilgan yog'ochlarni tahlil qilish orqali jasadlar, ya'ni yosh ayol bilan kichik bola jasadining buningdan 6412 yil burun dafn qilingan jasad ishkanligini dastlabki qadamda aniqlagan. Bu haqdagi xabar Xalq gazetida e'lon qilingandan keyin Xinjiang gazetining Uyg'urcha 1981-yili 2-oyning 24-kunidagi sonida e'lon qilingan. Yuqorqi tilga ilingan jasadlar to'g'risida Xinjiang gazetida mundaq deyilgan. Bu jasadlar yer yuzidan egizrak bo'lgan qurg'oq qum dovusida qazib olingan. Go'rning ikki beshida birdan yog'och qo'yilgan bo'lib, yer ustida ko'rinib turdi. Go'r tik qilib qazilgan. Jasadlar go'rda o'ngda qilib yotqizilgan. Uning ustiga yog'och taxtay va taxtayning ustiga qo'y terisi bilan chig' to'qilma yepilgan. Jasad nihoyat qo'pol to'qilgan yung raxtga o'ralgan bo'lib, ayol jasadning beshiga kigiz qalpoq kiygizilgan. Uning seriq uzun chochlari dolisiga tushib turadi. Ko'zlari yo'g'on, kirpiklari uzun, qang'sharliq. Bu qadimgi jasadlar bilan birga qezilingan oxiratliklar ichida nihoyat nafis to'qilgan chig' sivatlar bo'lib, uning ichiga ziroat dollari silingan. Ammo bu dollar chirib unga aylanib ketgan. Bala jasadi bilan birga ko'milgan chig' sivatdan o'z beti saqlangan bug'doy chiqdi. Bu bo'lsa, hozir kirorang guzeli deb atalayotgan jasad shu. Bu ikki jasadning tepilganligi buningdan 8000 yillar burungi ko'chishda boshqa joylarga ketmay, Tarim vodisida davomli yashab qolgan ajdodlarimizning intiq xususiyati va ularning madaniyati, dehqonchilik, chorvachilik, yung to'qimachilik, hunar san'atini tadqiq qilishda bebaho ahamiyatga ega. Shuni uzib aytishqa bo'ladi-ki, Tarim vodisida yashagan qadimgi yerlik asosiy xalq seriq tanliklarga mansub bo'lmasdan, chunki seriq tanliklar qang'sharliq, seriqchosh bo'lmaydi. Va shuningdek, Aryan nasllik xalqmi bo'lmasdan, chunki Aryan nasl milodidan 1700 yil burun Eron egizligi orqali Hindistonga ko'chganlar. Dal Uyg'urlarning ajdodi. Hem seriq tanliklarga mansub bo'lmagan, hem Aryan nasliga mansub bo'lmagan deb yerdagi ikki silishtirmani qilib, bu dal Uyg'urlarning ajdodi demoqchi. Hozirgi German, Paris, Hindi xalqlarining ajdodi bo'lsa Aryanlar. Milodidan 1700 va 2000 yillar ilgari Kaspiy dengizining janubiy va sharqiy janubidan ko'chib, Hindistonga besib kirishdan burun hozirgi Hindistonda Hindi Yevropa til sistemasidagi tilda so'zlashadigan, intik kelib chiqishi jihatdan Aryan nasliga mansub bo'lgan hozirgi hindilar emas, balki Avstro-Asiatik Hindunuz irqiga mansub bo'lgan qarachosh, panoq Darvidlar yashagan edi.
Aryanlar miladidan təxminən 2000 yillar burun Hindistonga besib kirgandan keyin Hindistonning eng qadimgi asosiy yerlik xalqi bo'lgan Darvidlarni qistab Hindistonning janubiga qo'g'lagan. Hozirmi Hindistonning janubida Darvidlar yashamoqda. Tarim vodisining ko'k nurga Tibetga tutuşidigan yaqin joylariga hozirgi Tibetliklarning ajdodi bo'lgan Changlarning ma'lum darajada ta'sir ko'rsatib iz qoldirganligi turli sabablardan ko'ra muhimi urush natijasida. Milodiy 12 va 13 asrlarda yuz bergan buningdan tashqari Hindi Yevropa til sistemasida so'zlashadigan xalqlardan din tarqatquchilar, ya'ni Budda, Atashparastlar dini, Mani dini, Nestorian dini qatorliq dinlarni tarqatquchilar, soda setiq bilan shug'ullanuvchilar, anda-sanda harbiy, ma'muriy amaldorlar milodning oldi keynidila Tarim vodisiga kelgan. Ana shu kishilarning kelishiga xalqlar orasidagi tarixiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, diniy munosabatlar sabab bo'lgan. Masalan, Kushan imperiyasi. Bu imperiya milodidan ilgari 50-yildan milodiy 420-yilgacha hukm surgan. Uning imperatori Fanishqa II vaqtida u vaqt milodiy 78-yildan milodiy 123-yilgacha Hindistonda o'z hukmronligini kengaytgan va mustahkamlagan edi. Fanishqa II Kushan imperiyasiga imperator bo'lgan davrning oxirida Xotan, Yarkand, Qashqar xonliqlarini o'z imperiyasi tarkibiga qo'shib olgan. Kelib chiqishi ulug' yovchilardan bo'lgan Fanishqa II buddizmning sodiq himoyachisilar emas, balki Budda dinining Kushan imperiyasida yashagan turli xalqlar orasida asosiy hukmron o'ringa ega bo'lishi uchun hormay talmay kurashgan. Shu sababdan ko'ra Fanishqa II'ning vaqtida Hindistondan ko'plagan hindi buddistlari Tarim vodisidagi Uyg'urlar orasiga kelgan bo'lsa, turkiy va hindi tilida so'zlashadigan amaldorlarmi Tarim vodisiga kelgan. Buningdan boshqa Oq Hun imperiyasining imperatori Italasunning vaqtidan tortib hozirgi Oq Hun imperatori 20gacha bo'lgan 87-yilni o'z ichiga olgan bir davri milodiy 480-yildan 567-yilgacha Xotan, Yarkand, Qashqar, Aqsu, Kucha qatorliq Uyg'ur xonliqlari Oq Hun imperiyasi hukmronligida yashagan edi. Mana shu chaqda Hindistonga hukmron bo'lgan oq hunlarga agishib, Hindistondan buddistlar, savdogarlar, amaldorlar va boshqalar Tarim vodisiga kelgan. Yuqorida tilga ilingan Kushanlar va oq hunlar davrida Tarim vodisiga Hindistondan kelganlar yerlik asosiy xalq bo'lgan Uyg'urlar orasida faqat oz sonli kishilar edi, xolos. Yaqinqi yillarda Tarim vodisidagi turli joylar, Ko'nchi daryosi bo'yi, Charchan, Chorg'iliq atroflaridan tepilgan qabrlarga dafna qilingan kishilarning er yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar beshi sharqqa, puti g'arbga qartilib dafna qilingan. Bundaq ahvol nimani ko'rsatadi? Ajdodlarimiz eng burunqi zamonlarda shaman diniga e'tiqod qilgan edi. Shamanlar kunga, oyga, ko'k osmonga, yerga va suv ilohlariga cho'qinatdi. Mana shu shaman e'tiqodidan ko'ra ajdodlarimiz chidir o'ylarining eshigini kun chiqishga qaratib ochatdi. Türkler ve Şərqi Uyğurlarının qağalları, Uyğur urxun qağalları, bəzi murasimlar, təntənli köngül içiş toy qatarlıq murasimlarda gün çıxış şərqqa qarab olduratdi və günge 9 qitim təzim qilib çoqunatdi. Uyğur urxun qağallarının isimlerimi bundaq adətni əsildidu. Məsələn, Uyğur urxun qağallarının qağani Çoğdixan, Miladining 821-yildan 824-yilgacha qolgan bo'lgan. Kun Tangrida ulug' bo'lmish olib kuchlik bilgi qolgan. Kun Tangridan ulug' bo'lib to'ralgan kuchlik dona qolgan deb atalgan. Tarixiy yozma ma'lumotlar. Jungoning qadimgi tarixchilari va Yunon, Rim, Arab tarixchilari sayyohlarning asarlarida Uyg'urlarning yashagan joylari to'g'risida bir qadar aniq ishonchli ma'lumotlar bor.
Jungoning qadimqi zaman tarixchilaridan Sima-Chen milodidan 145-yili uningdan burun tug'ilgan bo'lishi mumkin. Tarixnoma Hunlar haqida qissada Uyg'urlarning qadimqi ajdodlarini Dingling deb yozgan bo'lsa, Bangu milodidan 32-yili tug'ilib 92-yil olamda o'tgan. Xan sulolasi yilnomasi Hunlar haqida qissada Dili deb yozgan. Sima-Chen bilan Banguning Dingling Dili deb yozganlari Tura degan nomning xanzuchida qilingan ohang tarjimlari edi. Mana shu Turalar milodidan bir necha asr burunla hozirgi Bayqal bo'ylarida yashagan sharqiy Uyg'urlarning ajdodi edi. Sima-Chen bilan Bangu milodidan necha asr burunla Irtish bo'ylaridan tortib Balqash ko'li atroflarigacha bo'lgan joylarda yashagan g'arbiy Turalarning to'g'risida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lolmaganligi uchun o'z asarlarida ular to'g'risida bir narsa demagan. Lekin shundoq bo'lsa-mu Sima-Chen bilan Bangu milodidan ko'p asrlar burun hozirgi Jung'ariyada yashagan o'g'izlar to'g'risida ma'lumot bergan. Sima-Chen mana shu o'g'izlarni Xuji deb yozgan bo'lsa, Bangu Wuji deb yozgan. Mana shu o'g'izlar milodidan ko'p asr burunlar hozirgi Oltoyning g'arbiy, janubiy va cho'chak atroflarida yashagan. Turkshunos professor Ma Changshu apandi mundaq deb yozadi. Sui sulolasi va Tang sulolasi qatorliq ikki sulola davrida Wuxu yoki Wuxi deb atalganlar aslida Jung'ariya o'ymonligida yashagan o'g'izlar bo'lib, ular Xan sulolasi davrida Wuji deb atalgan. Banguning Xan sulolasi yilnomasi Hunlar haqida qissa bobida bergan ma'lumotiga asoslanganda, ulug' o'g'iz Hun Tangriqutligining mashhur Tangriquti O'g'izxon Batur Tangriqut milodidan ilgirki 209-yilidan 174-yilgacha Tangriqut bo'lgan. Milodidan 200 yillar burun Bayqal ko'li atroflarida yashagan Turalarni bo'ysundirgan. O'g'izxon milodidan ilgari 176-yili Xan sulolasining podshohi Xan Vendiga yozgan maktubida mundaq degan: Lolan, ya'ni Kiroran, uysunlar, o'g'izlar, ya'ni O'g'izlar shu chaqda Oltoyning g'arbiy janub, cho'chak va Zoyson atroflarida yashaydi. O'g'izlarni va ularning atrofidagi 26 davlatni hukmronligimga oldim. Ularning hammasi Hunlar davlati tarkibiga kirdi. O'xya ko'targan xalqlarning hammasi bir oila bo'lib birlashdi. Shimoldagi o'lkalar hukmronligimga o'tdi. Bu yerdagi shimoldagi o'lkalar hozirgi Bayqal bo'ylarini ko'z tutadi. Bugun o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.